Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kompyuterimizga Photoshop dasturini qanday qilib bepul versiyasini o'rnatishni o'rganib olamiz. Birinchi navbatda Telegram kanaliga kirib, Ustoz Mahmud kanalidan bu Photoshop 2023 versiyasini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Yuklab olganimizdan so'ng faylning ustiga mishkani qo'yib o'ng tomonini bosamiz va Sahranit как orqali Рабочий stolga joylashtirib olishimiz mumkin. Mana endi Рабочий stolni tanlab Sahranit qilib qo'yaman. Mana ko'rib turganingizdek, Photoshop dasturi bizni Рабочий stolimizga yuklab olindi. Galdiga qiladigan ishimiz ana endi Windows tizimida himoya tizimini o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kompyuterimizni himoya tizimini vaqtinchalik o'chirib turamiz. Bu uchun biz Windows va I tugmalarini bosamiz. Ochilgan oynadan Обновление и безопасность bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va bu yerdan безопасность Windows qismini tanlab olamiz. Va ko'rib turganingizdek, защита от вирус и угроз qismini belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana endi kompyuterimizni himoya tizimi saqlanadigan joyga kirib ham oldik. Bu yerdan parametr защита от вирусов и других угроз degan qismida управление настройки qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va quyidagi himoya tizimlarini o'chirib qo'yamiz. Birinchisi va ikkinchisini o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va bu oynani vaqtincha yopib turamiz. Ana endi bizda arxiv fayl shaklida yuklab olindi Photoshop ilovasi. Buni arxivdan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Shu faylni tanlab mishkani 10 tugmasini bosamiz. Va sizda WinRAR degan ilova o'rnatilgan bo'lsa, извлечь faylni bosishingiz mumkin yoki agar o'rnatilmagan bo'lsa, buni o'rniga извлечь всё degan yozib turgan bo'lishi mumkin kompyuteringizda. Shuning uchun извлечь faylni bosamiz va OK tugmasini bosishim kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, arxiv faylni ochish jarayoni boshlandi. Bu biroz vaqt oladi, chunki anchagina katta fayl bo'lganligi uchun. Demak, biz arxiv faylini ochib ham oldik. Ana endi bu papkaga kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, oddiy papka ko'rinishida ochildi. Papkani ochamiz. Buning ichida mana Adobe Photoshop 2023 versiyasi joylashtirilgan. Shu faylni ishga tushirishimiz kerak bo'ladi, ya'ni 2 marta ustiga bosamiz. Odatda bu biroz vaqt talab qiladi, shu sababdan ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Ishga tushirishga ruxsat so'rayapti. Dani belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana endi dani belgilab qo'yamiz. Kompyuterimizga o'rnatish jarayoni boshlandi. Bu faylni yopib turamiz. Photoshop ilovasi hozircha kerakli fayllarni yuklab o'rnatishni boshladi kompyuterimizga. Demak, kerakli fayllarni yuklashni tamom qilib bo'ldik. Ana endi ochilgan oynadan reklama qismini o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Ptichka, ya'ni galstka belgisini o'chirib qo'ydim. Birinchi marta o'rnatishingiz bo'lsa, bu ilovani Visual C++ qismini kompyuterimiz o'rnatib olishi kerak o'z xotirasiga. Shuning uchun bunisini o'chirmaymiz va uстановить tugmasini bosamiz. Birinchi navbatda kerakli kutubxonalarni kompyuterimiz o'rnatib olyapti. Mana bu biroz vaqt talab qiladi, ozgina kutib turishingiz kerak bo'ladi. Odatda hammada bu jarayon har xil kechadi, ya'ni 5-10 daqiqaga ham cho'zilishi mumkin. Demak, kerakli kutubxonalarni o'rnatib oldik. Ana endi Photoshop ilovasini o'rnatish jarayoni boshlanyapti. Bu yerdan parametr qismi ochildi. Ya'ni tilini o'zgartirib olishimiz kerak. Odatda ingliz tili qulayroq. Shu sababdan ingliz tilini belgilab qo'yishim kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana English International. Расположение degan qism, ya'ni kompyuterni qaysi joyga Photoshop ilovasini o'rnatishni belgilab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni C diskga yoki D disk bo'lgan bo'lsa tanlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bizda faqat C disk bo'lgani uchun bu yerni o'zgartirmayman va продолжить tugmasini bosamiz. Ana endi Photoshop ilovasi o'rnatilishni boshladi. Bu ham odatda biroz vaqt talab qiladi, ozgina kutishingiz kerak bo'ladi. Demak, ilovani o'rnatib ham oldik. OK tugmasini bosamiz. O'rnatuvchi oynani endi yopib qo'ysak ham bo'ladi. X tugmasini bosib, bu oynani yopamiz.
bu kerakmas fayllarni hozir o'chirib tashlandi. O'rnatilganmi yoki yo'qmi, buni qanday bilib olishimiz mumkin? Kompyuteringizning poyezd qismiga Photoshop deb qidiruv bersangiz, shu qismida mana Adobe Photoshop chiqishi kerak bo'ladi. Ana endi qiladigan ishimiz bu pulli ilova, ya'ni bir qancha vaqtdan so'ng bu ilova sizda bloklanishi mumkin. Shu sababdan kerakli kodlarni, ya'ni aktivatsiya qiluvchi kodlarni biz yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bu kodlarni Ustoz Mahmud kanalidan olishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek aktivatsiya qiluvchi kodlar bor. Buni nusxalab olaman. Ya'ni mana kopirovat qilib oldim va kompyuteringizning poyezd qismiga bu kodlarni PowerShell qismiga kiritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni poyezd qismiga PowerShell deb yozadigan bo'lsak, mana Windows PowerShell ko'rib turganingizdek, shuni belgilab mishkani 10 tugmasini bosamiz. Bu yerdan Zapustit at imенно administrator qismini tanlab olishimiz kerak. Ya'ni admin nomidan ishga tushirishimiz kerak bo'ladi bu PowerShell oynasini. Shuni tanlaymiz va da tugmasini bosamiz. Demak, bizda PowerShell oynasi ochildi va Ctrl V tugmalarini bosib kodlarni joylashtirib olamiz. Va biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Demak, agar sizda xuddi shu ko'rinishdagi natija chiqadigan bo'lsa, demak hammasi joyida. Biz Photoshop ilovasini aktivatsiya qilib qo'ydik. Ana endi siz 2023-versiyasini bepulga endi o'chirib qo'ygan ana endi o'chirilgan защита qismini yoqib qo'yishimiz ham kerak bo'ladi. Demak, o'chirib qo'yilgan защита qismlarini yoqib qo'yamiz. Ana endi hammasi joyida. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.